Men Ispaniyaga kelganimdan so'ng mendan ko'p gol urgan futbolchi ismini ayt. Birgina ayta olmaysan. Xo'sh, Kilian, kattaroq jamoaga qarshi maydonga tushayotganingda ular seni qo'rquvga sola oladimi? Menda ham bir savol bor. Oxirgi o'yinimda maydonga tushayotganimda qo'rqqanimni ko'rdingmi? Sizningcha dunyoning eng yaxshi futbolchisi kim? Men. Dunyoning eng yaxshi futbolchisi Men. Men Ispaniyaga kelganimdan so'ng mendan ko'p gol urgan futbolchi ismini ayt. Birgina ayta olmaysan. Xo'sh, Kilian, kattaroq jamoaga qarshi maydonga tushayotganingda ular seni qo'rquvga sola oladimi? Menda ham bir savol bor. Oxirgi o'yinimda maydonga tushayotganimda qo'rqqanimni ko'rdingmi? Sizningcha dunyoning eng yaxshi futbolchisi kim? Men. Dunyoning eng yaxshi futbolchisi Men.